Yo bola barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Sanni do'stlar. Qarochim do'stlar, bugungi videoda hardcore'da prям 100 kun yashab qolishga harakat qilamiz. 100 kun yashab qolishga harakat qilamizda do'stlar. Noldi sizlar kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Biz tezroq 50 bizning maqsadimiz o'sha birga bo'lish. Birinchi 50 ta bo'lsa, sekin ko'tarilib birga bo'lib ketamiz. Obuna bo'lasiz, like bosasizlar bo'ldi do'stlar. Aytgancha kommentariyaga xohlagan shartlarni yozib ketsanglar bo'ladi. Bir kishimda shart yozib qoldirgan. Uni keyingi videoda bajarib boraman. Do'stlar, bo'lmasam daraxt chopishdan boshlaymiz. Bo'ldi. Yo'q. Shedram ozgina qotyapti. Qotmayapti-yu. Нормально sheder. Do'stlar, salom. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishinglar kerak. Men inning shartlarni bajaraman. Obuna bo'ldim deb kommentariyaga shartlarni obuna bo'ldim deb inning shartlarni yozishinglar mumkin. Birinchi bo'lib bizning maqsadimizda qarochi uy qurish men uchun oson ish. Chunki o'z ko'rsatdim masalaga qanday qilib uy qurishimni. Sotib turinglar-da. Bittaversak yasaymiz. Qarlar bu versakda bitta xohlagan uyimizni qursa bo'ladi-da. Men shunaqa mod qo'shganman. Bizga to'plash kerak bo'lgan narsalar juda ko'p ekan. Bu modam bilan xullas uy qurishga qiynalmayman desam to'g'riroq. Uyda bo'ldim. Minecraft. Aytgancha shader yoqdim sizlarga do'stlar. So'yalar bilan qizig'i. Oh my god, yaxshi ko'rgan daraxtlar. O'tatdan shunaqa ro'ylada qishloq bo'ladi. Bizga nima kerak? Qishloq deyishim mumkin. Divan uchun kerak. Unaqa agar temir uchun uy bo'lsa, kompot uy bo'lsa, men shu yerda yashashim mumkin. Menga kerakli joy topilibdi do'stlar. Albatta bu tarafda menga kerak emas, lekin mana shunaqa joylarda menga kerakli daraxtlar bor. Qorda ham menga kerakli daraxt bo'ladi. Lekin bitta narsadan cho'p ketishim mumkin. Yo'q. Bo'ldi. Oyda. Mana shunaqa ro'ylardan ehtiyot bo'lib yurishimiz kerak. Yo'q. Qo'yinglarni sindiramiz.
bo'ldi. Yo, menga kerakli daraxt topilmayapti-yu do'stlar. Overalls get. Wow, menga kerakli daraxt topildi. Bo'lmasam o'shga boramiz. Qani ketdi? Hop, bana ozgina qoldi. Boramiz, boramiz. Yap. Keldim o'shga. Watch out. Vallahi bizga mana shunchasi yetadi. Ya ozginagina yana cho'pansiz. Yeah. Oldu eşik yasaymiz. Ana buna kadar yasaymiz. Bitta uychadan yasaymiz. 2 ta ekan. Hozir ko'rasizlar. Yo. Bundan qanday qilsak? Mana bossak. Uy tayyor. Bo'ldi. Mana uyimiz tayyor do'stlar. Sandiqda albatta hech narsa yo'q. Nima bo'lish kerak edi? Tepa qavatida yotadi birlashdi. Mana bu yerda yo'q, onasi bor. Abdullah uy bilan tanishib chiqdik. Hamma narsa bor. Endi biz tosh aslahalarga o'tsak bo'ldi. Vertak qanti, amam tekan vertak. Umuman narsa ham o'rganmizlar. Уже что-то. Bu mo'jizaga aniq kerak bo'ladi.
Xo'p, do'stlar. Xullas, videomiz mana shu joyni o'zida yakuniga yetadi. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Biza tezroq 100 ta obunachi bo'laylik do'stlar. Va keyin 1Kga qarab yo'l olamiz va 1K bo'lsak, men birinchi streamimni qilaman. Amayli 50 ta bo'lsak, короче, birinchi streamimni qilaman do'stlar. Hammaga xayr, videomizga like bosib, komment yozib, xohlagan shartlarni yozishingiz mumkin. Faqat undan oldin obuna bo'lib qo'yishingiz kerak. Xolos, hammaga xayr do'stlar.